Assalomu alaykum Edot tizim foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan Edot tizimida yangi chiquvchi hujjat yaratishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, dastavval bizning bo'limimizda plus yangi hujjat bosiladi va chiquvchi hujjat tanlanadi. Xo'p, chiquvchi hujjatimizni ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Avvalgi darslarda ko'rib o'tgandek ro'yxatga olish jurnallarni qo'shib chiqqan bo'lishingiz kerak va hujjat raqami. Bu holatimizda bizning chiquvchi hujjatimiz avtomat emas. Hujjat raqami chiqdimi? Bu avtomat emas hisoblanadi. Xo'p, qisqacha mazmun maydoni va asosiy fayl biriktirishga joy. Xo'p, ilovalar yuklash uchun, qabul qiluvchilarni tanlash uchun, aloqador hujjatlarni belgilab ketish uchun. HDF degani bu maxfiy hujjatlar. QR kodsiz yaratish bu tayyor rahbar imzo qo'yib bo'lgan hujjatlarni yaratish uchun va nazoratga olish bu faqat o'zini quyi turuvchi tashkilotlariga nazoratga olish qilib chiquvchi hujjatni tushirib yuborishi mumkin. Xo'p, ro'yxatga olish qilib birinchi hujjatimizni ko'rib chiqamiz. Masalan, jurnalimiz tanladik va raqam yozib ketsak bo'ladi. Qisqacha mazmuniga test deb belgilasak bo'ladi va asosiy faylni yuklab olamiz. Bizlarda tayyor shablonlarimiz bor. O'zingizlar yuklab olib, faylni shablonini qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Chiquvchi xat blankasini tanlaymiz. Tanlanganda ochish bosiladi va hujjatimizni ochib beradi. Va redaktirovat bosib, ichiga o'zgarishimizni kiritamiz. Matnni yozib bo'lib, xo'p, PO lavozimi yoziladi, saqlanish qilinadi. Bu yog'imizda matn bo'ladi. Saqlash qilganimizdan keyin bu yerdan chiqsak bo'ladi. Mana bizning o'zgartirishlarimiz hammasi kirdi. Xo'p, chiqish qilinadi va ilovalar bo'lsa, ilovalarni biriktiramiz. Faylni tanlang bosiladi va ilovaga xohlagan fayl formatdagi faylni biriktirsak bo'ladi. Va mana belgilanib tashlandi. Xo'p, qabul qiluvchilarni tanlab olamiz. Qaysidir tashkilotlarni tanlaganingizda sizda masalan vazirlik, Adliya vazirligi tanlanadi. Tanlash qilsangiz mana ko'rib turganingizdek Adliya vazirligi tanlandi yuboruvchilar tashkiloti o'rtasiga. Va aloqador hujjatlarni bosib, qaysidir hujjat raqami bo'lsa yoziladi va sizdagi bor o'sha hujjatlarni bu yerga olib chiqib beradi. Mana bizlardagi aloqador hujjatlar chiqib keldi. Hammasi. Bizlarda bu aloqador hujjat emas. O'chirib, bemalol boshqa ishimizni qilishimiz mumkin. Xo'p. Nazoratga olish qilsak, bu quyi turuvchimizga nazoratga olib chiquvchi hujjatni tushirib yuborishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, topshiriq muddati bu hujjatimizni topshiriq qilib quyi turuvchiga tushirib yuborish imkoniyati ega bo'lamiz. Hozir bizlarga nazoratga olish kerak emas, saqlash qilinadi. Saqlash qilingandan so'ng bizni mening hujjatlar bo'limimizga o'tamiz va u yerda hujjatimizni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Endi keyingi ko'rinishda bizlar qabul yuborish qilib kelishishga, imzolashga yuborishimiz mumkin yoki o'chirib yuborishimiz mumkin. Kelishga jo'natsak, bu hujjatni har xil xodimlar bilan kelishishimiz imkoniyatiga egamiz. Yuborish qilib imzolashga yuboramiz rahbarimizga. Imzo qo'yish uchun. Va rahbarga ketdi. Xo'p, rahbarning imzolash uchun bo'limiga kelib tushadi. Hozir bizlarda hammasi bitta
bitta profilda bo'lgani uchun sal g'alati ko'rinishi mumkin, lekin tushunsa bo'ladi. Rahbar imzolash bo'limiga kirib, hujjatini topib oladi va tekshiradi. Bu yerda QR kod yo'qligi sababli QR kod qo'yishni bosadilar rahbar va kerakli joyiga olib borib qo'yadilar. Saqlab bosib yuboradi. Imzolash tugmasini bosadilar va tasdiqlash qilinadilar. Va skriptorning pin kodlarini yozib yuboramiz. Va hujjatimiz imzolandi. Imzolanganlar bo'limiga tushdi hujjatimiz. Xo'p, endi oldindan rahbar tomonidan imzolangan hujjatni boshqa tashkilotga yuborishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun chiquvchi hujjat yana jurnal tanlanadi, hujjat raqami yoziladi. Qisqacha mazmun yozib olamiz va QR kodsiz yaratishni bosamiz. QR kodsiz yaratishni bosganimizdan so'ng fayl tanlash qilsak, faylni tanlaydi. Faqat PDF fayldagi formatdagi hujjatlar ko'rinadi. Aytaylik, PDF formatdagi hujjat bu imzolangan rahbar tomonidan imzolanib bo'lingan hujjat. Va ilovasi bo'lsa, ilovasini biriktiramiz. Qabul qiluvchisi bo'lsa, qabul qiluvchilarni tanlaymiz, saqlash qilamiz. Va buni yana fleshkasi bor xohlagan odamga jo'natib olishimiz mumkin yoki rahbarning o'zlariga imzolatishga jo'natib olish mumkin. Rahbarga imzolatishga jo'natish deganda hech kim tushunmasinki, rahbar yana bir marta QR kod qo'yadi yoki imzolaydi, faqat tasdiqlab yuboradilar. Imzolashga jo'natish. Xo'p, yana ularga imzolash uchunga keldi bu hujjatimiz. Mana ko'rib turganingizdek. Mana imzolangan hujjat. Ular imzolashni bosib yuboradilar. Rahbar tasdiqlash qilib oladilar. Bo'ldi. Bu imzolangan hujjat QR kodsiz. Hech qanaqa QR kod tushmadi.